Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz bugungi darsimizda Reading Part 1 Multilevel ni ko'rib o'tamiz. Xo'p, aslida o'zi Sheffer imtihonini Reading'i 5 ta partga bo'linadi va biz bugun xuddi shularni birinchi, ya'ni Part 1 qismini ko'rib o'tamiz. Xo'p, bunda Part 1 qismida nimalar bo'ladi? Birinchi, qaranglar. Fill the gaps. Fill the gaps in the text with one word. Qarang, menga o'xshagan, shu readingga o'xshagan manaqa bo'shliqlar bo'ladi. Siz shu bo'shliqlarni faqatgina bir dona so'z bilan to'ldirishingiz kerak. Xo'p, qaranglar do'stlar. Lekin bitta narsasi bor. Ya'ni the word should be taken from somewhere in the text. Lekin sizlar misol uchun o'zingizlardan o'ylab turib qo'ymaysizlarda bu bo'shliqqa. Shu mana readingdagi qayerdadir dagi so'zni olib turib vaqt qo'yishinglar kerak. Ya'ni misol uchun yana qanaqa boshqacha imtihonlar borku, misol uchun linguist tilni bilish imtihonlarida ko'pincha siz bunday bo'shliq qo'yib qo'yadi, o'zingiz o'ylab topishingiz kerak. Bunda tekstdan bitta so'zni olib turib qo'yishingiz kerak. Qaranglar. Misol uchun boshqa nima imtihonlarda bunday deydi. Mana misol uchun bitta gap tuzaydi. The speed misol uchun the speed of the nima bo'ladi? Light deylik. is the fastest in the world according bunday qilib turib misol uchun Jane deylik. Hali o'sha yorug'lik tezligi dunyodagi eng anaqa nima deydi? Tezlik hisoblaydi according Jane ga ko'ra. Endi ko'pchiliklar bilgan bo'lsanglar kerak, according dan keyin doim to olinadi, bilasizlar. Xuddi shunaqa ular o'ylab qo'yiladi o'sha boshqa imtihonlarda. Misol uchun mana to, lekin Sheffer imtihonida unaqa emas. Sheffer imtihonida siz tekstdan so'zni olib qo'yishingiz kerak. O'zingiz o'ylab olmasligingiz kerak. Endi qaranglar. Buni ham o'zini nima bo'ladi? Ahamiyatga doir joylari bor. Hozir men sizlarga buni bittalab tushuntirib beraman. Xo'p, qaranglar do'stlar. Ya'ni nima? Important rules, ya'ni muhim qoidalar in the reading part 1. Reading part 1 dagi muhim qoidalar. Nimalar bular? Xo'p, birinchisi look for the word from above deylik. From above. Ya'ni albatta nima demoqchi? Siz mana manaqa bo'shliq qo'yilgan, siz buyoqqa so'z qo'yishingiz kerak. Endi bu so'zlarda javobini qayerdan olaman desanglar, doim tepasiga qarashingiz kerak. Mana misol uchun mana bu bo'shliq turibdi, ko'ryapsizlarmi? Shunga so'zni oqtarish uchun mos so'zni. O'shani mana tepasidan chiqadi. Doim. Hech qachon mana pastidan chiqmaydi javob. Doim tepasidan chiqadi. Qaranglar. Shunaqa tepasiga qarab topishinglar kerak. Va look at the above, nima deymiz? The given question. Ya'ni o'sha tepada berilgan savollarni misol uchun uni ham tepasini qarab turib topishingiz mumkin. Misol uchun qaranglar.
birda javobini tepadan oqtariladi dedimi? Mana misol uchun mana yerdan chiqadi dedim. Misol uchun mana 2 ni javobi endi mana yerdan chiqadi, qaranglar do'stlar. Mana shuncha gapni ichidan chiqadi 2 ni javobi. Hech qachon pastdan chiqmaydi. Lekin ko'pchilik o'ylaydi, mana 1 bilan mana 2 ni orasida chiqadi deb o'ylaydi. Yo'q, bu mana tepadagi gaplardan ham chiqib qolishi mumkin. Ya'ni misol uchun o'sha savol berdi, mana bo'shliq berdi. Bo'shliqni полный tepasida turibdimi tekst? Qancha tekst bo'lsa, o'shani ichidan любой chiqishi o'sha tepasidagi xohlagan joydan chiqishi mumkin. Xo'p. Endi qaranglar. Keyingi qoidasi nima? Keyingi qoidasi however the answer, lekin javob is not located between the many after the previous question. Lekin javob anaqa nima deydi? Hozir aytganimdek aniq mana bilan o'rtasida joylashmaydi. Previous ya'ni mana misol uchun naq turib qaranglar. Agar mana 3 ta javobini topmoqchimisiz, mana misol uchun mana 3 turibdi, 3 ta bo'shliq turibdi. Shuni tepadan oqtariladi. Endi sizlar faqatgina mana yerdan oqtarmasliginglar kerak. Sizlar mana bu полный qaranglar. Полный tepasidan oqtarishinglar kerak. Tushunyapsizlarmi? Lekin ko'pchilik mana yerdan oqtarib qo'yadi. Lekin u tepadan ham chiqib qolishi mumkin. Aniq mana yerdan degan qoidasi yo'qda, u xato bo'lib qoladi. Xo'p. Keyingi qoidadan o'tamiz. Lekin hozir men sizlarga ko'pchilikda bo'ladigan nima deydi? Muammolar aytaman yoki ko'pchilik menga bu strategiyani aytsam, menga shunday javob berishadi. Misol uchun qarang. This rule may not be true for mock tests or multi-level books. Qaranglar do'stlar. Ko'pchilik aytadi-da, yo'q, bu strategiya noto'g'ri, pastdan ham chiqib qoladi javob. Mana bo'shliq bo'lsa, o'shan pastdan ham chiqib qoladi javob deydi. Lekin qaranglar do'stlar, u mock bo'ladi. Bu qoida faqat imtihonda tushadi va imtihonda hech qachon javob partmonda pastdan chiqmaydi, doim tepadan chiqadi. Lekin birarlar aytadi, menda pastda chiqdi-ku deydi. Lekin chunki uni testi mock bo'ladi, ya'ni o'zi mock kitoblar bo'ladi. Uni davlat test markazi misol uchun tuzmaydi u testni. Uni qaysidir odam tuzadi. Balki bu qoidani bilmas, u davlat test markazining qoidasini bilmas u. Shuning uchun u pastga javobini qo'yib qo'ygandir. Shunaqa do'stlar. Bu faqat mana aytib qo'yish yerda. Real exam questions works in this way. Ya'ni faqatgina bu imtihonda ish beradi bu strategiya. Chunki mocklar har xil bo'ladi-da. Chunki uni odamlar tuzadi, davlat test markazi tuzmaydi. Xo'p, endi yana bitta nima desa bo'ladi? Asosiy qoida va bu sizga bu reading qismini, partmon qismini oson yechishga yana ham yordam beradigan yana bitta podskazka strategiya bor. Qaranglar. You don't take deydi. Ya'ni siz javob
Qaranglar, mana bu yerda javob qilib pronounlarni ololmaysiz. Mana readingga tushaylik-da. Mana bu yerda bo'shliq turibdi. Shaqa pronounlarni ololmaysiz. Pronounlar misol uchun nima? Mana he, he misol uchun, she misol uchun, it shunaqa pronounlarni ololmaysiz. Misol uchun yana they va hokazo. Shularda siz ya'ni javob tariqasida ololmaysiz. Hech qachon bu javob bo'lib kelmaydi. Shuni esingizdan chiqarmanglar. Qaranglar. And articles also. Artikellar qaysilar? Misol uchun bilasizlar a bor, and bor, misol uchun yana nima bor? The bor, or ya'ni mana article a and the'larni ham hech qachon javob qilib olmaysizlar. Eslardan chiqarmanglar. Bu hech qachon javob bo'lmaydi. Determiners ham olmaysizlar hech qachon. Determinerslar qaysilar? This misol uchun this yana nima? Qaysi narsa bular? That va shular. Siz as ne deyiladi? As a siz bularda hech qachon shu misol uchun mana pronouns he she it they shularda yoki an o'sha artikellarda yoki determinerslarni hech qachon part 1 readingda javob qilib olmaysiz. Bular xato bo'ladi doim. Qaranglar. Mana response deyiladi. Response it should be it should always be a certain word. Va bu aniq bitta so'z bo'lishi kerak doimo. Response ya'ni javobni olayotganingizda. Xo'p, do'stlar. Endi qaranglar. Keyingi qoidasi nima desanglar, mana xo'p. Identify the word formation deydi. Formation of the question ya'ni siz so'zni turkumini bilib olishingiz kerak, ya'ni formatini bilib olishingiz kerak. Misol uchun so'zlarda ham har xillar bo'ladi. Misol uchun fe'l bor, sifat bor, ot bor, ya'ni adjectives, verb, nounlar bor-ku, shularda siz o'sha javobga mana misol uchun manaqa bo'shliqqa qanaqa turkumdagi ya'ni qanaqa turkumdagi so'z tushishini siz bilib olishingiz kerak oldindan. Ya'ni adjektivmi, sifatmi, otmi shularni siz bilib olishingiz kerak. Ya'ni aniqlab olishingiz kerak. Ya'ni topishdan oldin. Va nima qilishingiz kerak? And look for the words based on that deydi. On that. Yana qaysilar dedi? Misol uchun noun dedi, verb dedi. Yana nimalar? Adjective, sifat. Yana nima? Misol uchun almost, adverb. Siz shunaqa formatini bilib olib turib, keyin o'qitarishingiz kerak. Qanaqa so'zni o'qitarayotganingizni bilib olishingiz kerak oldin. Xo'p. Keyingisi. Nima keyingi qoida? Xo'p. Yo'q, yana bitta narsani aytib ketay mana yerda. an bor, bilasizlar, an artikli. Bilasizlar, singular noun. Qaranglar. Shundan ham sizlar uchun bu bitta podskaska. Ya'ni misol uchun bo'shliqdan oldin a kelsa,
an artiklelari kelsa, siz bilasiz, чтобы birlikdagi otni olishingiz kerak. Ya'ni ko'plikda ololmaysiz an'ni bilasiz va yana bitta sizlarga zo'r taraf bor. Bo'shliqdan oldin a kelsa, bilasizlarki, чтобы javobni bosh harfi, ya'ni undosh bilan boshlanadi. N kelsa only singular, ya'ni birlikdagi ot bo'lishini bilasiz. Ya'ni bunda topishingiz o'ta ham osonlashadi. Xo'p, shunga o'xshagan yana bittasi bor. Ya'ni nima? This, ha? This bilan nima? Yana misol uchun this. Qaranglar. Plural noun. Ya'ni agar this bilan this kelsa, bular bilasizlar, чтобы bulardan keyin ko'plikdagi nounni olishingiz kerak. Hech qachon birlikdagi o'sha nounni olib qo'ymaysiz. Ya'ni topishingiz bunda ham ancha osonlashadi. Bu sizga yana bitta nima deydi, yordam beradi. Xo'p, keyingi qoidasiga o'tadigan bo'lsak, yana bitta asosiy qoidalardan bu meaning. Meaning. What nima deymiz? What kind of words can be suitable for the empty space? Ya'ni siz mazmunga e'tibor berib, qanaqa ya'ni qaysi so'z bu katakka mos kelishini, ya'ni bilib olishingiz kerak. Nimaga ma'no ham muhim? Qarangda, misol uchun tepada men aytdim, misol uchun an kelsa, birlikda, misol uchun nima olinish kerak? Noun olinish kerak dedim. Lekin sizda tepada 5-6 ta misol uchun ot turibdi, ya'ni birli shaklda. Hammasi ham tushaveradi agar grammatikasiga qarasangiz. Lekin o'sha ma'nosiga qarasangiz nima bo'lar ekan? Misol uchun sizlarga bitta ma'nosiga nima qilib beray, yaxshiroq tushunasizlar. Qaranglar. Misol uchun many ne joy tashlaydi? Were killed last year. Ya'ni qaranglar. Ko'p nimadirlar ham o'ldirildi deyapmiz o'tgan yili. Endi qaranglar. Bu biz tepadan nima olishimiz kerak? Tasavvur qilinglar, bu readingda turibdi. Tepadan nima olishimiz kerak? Bilyapsizlar, many turibdi. Shuning uchun nima olishimiz kerak? Plural noun olishimiz kerak. Ya'ni ko'plikdagi noun, ya'ni ot shakldagi so'z javobini tepadan biz shunday tanlab olishimiz kerak. Lekin tepada ko'p bo'lsa nima qilamiz? Misol uchun, tepada nimalar turibdi bizga tanlashimiz mumkin bo'lgan narsalar. Misol uchun, tables turibdi, stollar. Yana nimalar bo'lishi mumkin? Trees turibdi. Trees turibdi. Yana nimalar? Laptops. Misol uchun, notebooklar turibdi. Yana nima? Misol uchun, plants turibdi. Yoki animals turibdi. Endi qaranglar do'stlar. O'zi ma'no jihatdan, nima tarafdan hammasi ham ko'plikda kelyapti. Meniga tushadi, bemalol tushadi. Lekin mazmuniga e'tibor beringlar. Ko'p narsa o'tgan yili o'ldirildi. Misol uchun, stol o'ldirilmaydi. Shu daraxt, nima, notebooklar bo'lmaydi. O'z-o'zidan nima bo'ladi? Animals bo'ladi, конечно. Shuning uchun ma'no ham nima deydi? Katta ahamiyatga ega do'stlar. Xo'p, mana. Endi qaranglar do'stlar, men sizlarga pastda bitta reading tayyorlab qo'yganman. Ya'ni bu nima? Imtihonda ko'p tushgan va hozirgacha bu reading ko'p qaytalanadi, to'g'risi. Va shu readingda biz sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz va nimaga bu javobni olamiz va nimaga bu javob bunga tushyapti, shularni ko'rib o'tamiz. Xo'p, ketdi. O'qishni boshlaymiz do'stlar. For thousands of years, ya'ni ming yillar davomida humans have explored the earth. Ya'ni minglar davomida odamlar yerni, ya'ni kashf qilishdi. Nowadays, hozirgi kunda we are exploring space. Hozirgi kunda biz nimani qilyapmiz? Koinot, ya'ni o'sha fazoni kashf qilyapmiz, ya'ni o'rganyapmiz. Astronomers are the modern day explorers. Ya'ni astronomlar hozirgi o'sha
nima deydi? Ya'ni zamonaviy hayotimizdagi nimalar? Ular kashf qiluvchilar deyapti. Endi qaranglar. Currently hozirda many ko'p nimalardir ham are looking for new planets and new places for humans to live in the future. Qara, kelajakda odamlar yashashi uchun yangi joylar va planetalar oqtarishyapti. Ko'p kimlar yoki nimalar? Endi qaranglar do'stlar. Biz bilamiz many turibdi, many turibdi va bu yoqda are turibdi. Biz demak qanaqa turdagi nounni olishimiz kerak? Ya'ni ko'plikda olishimiz kerak. Many turgani uchun biz ko'plikda olishimiz kerak. Ya'ni pl qilib qo'ying mana bunaqa. Ko'plikda olishimiz kerak tepada. Endi tepasiga qaraymiz mana. Bu javob mana bu yerdan chiqadi, aniq. Xo'p. Bizda olinishi mumkin bo'lgan lar qaysilar? Masalan uchun humans ko'plikda kelyapti bu ham. Explore the earth nowadays. Mana masalan uchun astronomers. Astronomers. Yana nima? Explorers, ya'ni tadqiqotchi. Xo'p, bizda 3 ta uchalasi ham tushyapti, lekin ma'no jihati endi qaraymiz do'stlar. Xo'p. Qani odamlar o'zi oqtarmaydi, chunki odamlarga oqtarilyapti-da va bu narsani ya'ni planetlarda, nimalarda ko'proq odamlar oqtarmaydi. Bu o'zidan o'zi chiqib ketadi bu javob. Ya'ni bu javob nima bo'ladi? O'zidan o'zi chiqib ketadi. Xo'p, bizda astronomers bilan explorers qoldi. Endi qaranglar do'stlar, nimaga ko'pchilik aytadi, bu readingni ko'rib turib, nimaga explorer bo'lmayapti deydi. Chunki do'stlar, misol uchun bitta любой misol uchun bittasi olim, misol uchun tasavvur qilinglar. Bitta boqqa borib turib, bitta shildiq qurtumni ko'rib qo'ysa ham, o'sha tadqiqotchi bo'lib qoladi-da, do'stlar, tushunyapsizlarmi? Lekin shuning uchun bu tushmaydi. Umumiy qilib gapirganda bitta explorer deb. Lekin aniq qanday nima bilan shug'ullanishini aytmagan. Astronomers bo'lsa, o'sha bilasizlar, planetalar bilan shug'ullanishadi, ya'ni yangi yerlarni oqtarish bilan shug'ullanishadi. O'zi bu ham nima deydi, grammatistik to'g'ri kelyapti, ham ma'no jihatdan astronomerlar nima deydi, o'ta ham mos keladi. Xo'p, do'stlar. Mana. Xo'p, darsga davom etamiz do'stlar. Xo'p. But where do astronomers start looking? Lekin astronomlar o'sha qidirishni qayerdan boshlash kerak deyapti. Xo'p, o'qiymiz. First of all, birinchi bo'lib, astronomers look for star. Astronomlar nima qilishadi? Yulduzni oqtarishadi. Look for degani oqtarmoq, ya'ni qidirmoq, qidirishadi. This because our own Earth orbits the star, the sun. Chunki bizi ham o'sha yerimiz orbitasi, ya'ni nima? Yulduz, ya'ni quyosh deyapti. Xo'p, more importantly, ya'ni ham muhimrog'i deyapti. Muhimli yana jihati, it's a correct distance from the sun for heat and light deyapti. Va bu nima bo'lish kerak ekan? To'g'ri distansiyada bo'lish kerak ekan. Ya'ni nima desa bo'ladi? To'g'ri masofada bo'lish kerak ekan quyosh bilan. Nima uchun? Misol uchun issiqlik berish uchun yoki nima deyapti? Yorug'lik berish uchun deyapti. Xo'p, endi o'qiymiz davomini. So, when astronomers have found the ya'ni shunday qilib, qachonki astronomlar nimanidir topganda, they look at the planets around it. Nimanidir topishar ekanda, keyin uni atrofidagi planetaga, ya'ni ko'z yugurtirib qarashar ekan. Nimani topib turib astronomlar planetlarga qarashni hozir biz topishimiz kerak. Qara do'stlar, o'zi bular nimani qidiryapti? Bular topishibdi. Undan oldingi gapda ahamiyat bersanglar, astronomlar birinchi bo'lib nima debdi mana bu yerda? Look for a star. Look for qidirmoq deb aytdimmi?
xuddi shu qidirishyapti. Ya'ni yulduzni qidirishyapti. Xo'p, endi qaranglar do'stlar. Shuning uchun bizga eng mos javob nima bo'ladi? Star to'g'ri keladi. Chunki ular yulduzni qidirishyapti. Yulduzdan keyin agar ular yulduz topsa, keyin planetaga o'tishar ekan. Tushunasizlarmi? Endi shu yerda aytishlar mumkin, nimaga stars olmadingiz deyishingiz mumkin. Bitta sababi bor. Mana yerga qarasanglar, around it degan. Ya'ni uni atrofiga uje it deb qo'yapti. It deb turib, bitta narsani aytyapti. Ya'ni bitta yulduzni aytyapti o'sha. Birlikda aytyapti. Shuning uchun men star deb oldim. Xo'p, mana around itdagi mana itga qarab turib men oldim star deb. Agar men itmaganda mayli star solardim. Xo'p, qaranglar do'stlar. Davom etamiz. In recent years, ya'ni shu kunlarda astronomers have found nearly 400 new planets with stars. Ya'ni shu yillarda astronomlar ya'ni 400 ga yaqin planetalarni ya'ni nimasi bilan, yulduzi bilan topishdi. Unfortunately, many of these, ya'ni afsuski, bularning ko'pi are either too near to the star or too far away. Nima desa bo'ladi? Bularning ko'plari yulduzga o'ta ham yaqin ekan, birargilari o'ta ham uzoq ekan. Qaranglar do'stlar, mana o'zi aytib qo'ygan, ahamiyat bersanglar. Mana ular 400 ga yaqin nimani topibdimi? Qaranglar. Unfortunately many of this deb turib yana boshlab ketyapti. Endi qaranglar. Men yana nimadan qarab nima qilyapman? Mana o'zingizmi? Sizga nima olishimiz kerak? Plural, ko'plik olishimiz kerak. Va shatdan birargilar aytadi, nima star solmadi deydi. Qaranglar, o'zim ma'nosiga ham e'tibor bering. Lekin birarga o'sha yulduzlarga yaqin, yulduzlar birargilari yulduzlardan uzoq bo'lmaydi-yu. Shuning uchun star bo'lmaydi. Mana mening jihatdan planet bo'lsa, o'zi bitta oldingi gapda planet bilan star haqida gap ketyapti, to'g'rimi? Shuning uchun eng mosi nima bo'ladi? Planet bo'ladi. Ya'ni mana shu bizning javobimiz. Xo'p do'stlar, biz davom etamiz. However, if the planet is not is in a good position, lekin o'sha planeta yaxshi pozitsiya, ya'ni joylashuvda bo'lsa, astronomers nimadir for three casings, nimadir qilishar ekanda ular astronomlar. Water, air and rock. Endi qaranglar, bitta qarasanglar for turibdi. For turganda eng bizda tepaga qarasak, o'zi yozgan ham bizga nima desa bo'ladi? Ham eng mos tushadigani look bo'lyapti. To'g'rimi? Mana bu yoqda look bo'lyapti. Va bu bizni javob hisoblanadi. Ya'ni bu look for nima edi? Qidirmoq, axtarmoq degani edi. Xo'p, o'z ma'no jihatdan ham bilsanglar bo'lardi, chunki mana astronomlar suv, air va rockni nima qiladi? Конечно, qidirib ko'radi boshda, o'sha yaxshi bo'lganini sezishgandan keyin. Xo'p. Va bitta narsani aytib ketmoqman. Astronomers deb turib o'sha subject kelgani uchun men конечно nima olishligini bildim. Mana yerda verbligini bildimmi? Shuning uchun ham men look'ni oldim. Xo'p, davom etamiz.
Xo'p, water is important because all life needs water. Suv muhim chunki hamma o'sha hayotda suv kerak deyapti. Humans can drink it and they can also grow plants with water. O'sha odamlar uni ichishi mumkin va ular shuningdek nima qilishi mumkin? O'simliklar o'stirishi mumkin deyapti. And deyapti, qaranglar mana. Mana and deb turib produce air for humans to breathe and food to eat deyapti. Va bu nimadir ham anaqa havo ishlab chiqarar ekan odamlarga nafas olish uchun va undan ham nafas olishar ekan, ham oziq-ovqat olishar ekan. Endi do'stlar, bunda ahamiyat bersanglar, nima qildi mana yerda? Waterni gapirdi, ikkinchisi airga o'tdi. Air haqida gapiryapti. Havoni o'zi bitta narsa ishlab chiqaradi. Nima bu? O'simlik. Ham uni ustiga mana yerda uni bitta oldingi gapda nima ketyapti? O'simlik haqida gap ketyapti. Endi qaranglar. Nimaga nima desa, nimaga asoslanib misol uchun plantsda olyapsiz deyishlar mumkin. Misol uchun ko'plik nimalarni qayerdan bilyapsiz deyishlar mumkin. Qaranglar do'stlar. Mana producerga qaranglar-da. Agar men bitta narsani sezdim. Agar javob singular, ya'ni birlikda bo'lganda, mana producers bo'lardi. Ya'ni bunday producers bo'lardi. Bu значит ko'plikda ekan, shuning uchun bu produce bo'lyapti. Tushunyapsizlarmi? Men shunga qarab turib, ya'ni nima deydi? Sacha predict qilgandek bo'ldim. Va plants bo'ldi. Va mening jihatdan ham bu to'g'ri bo'ldi. Rostdan ham odamlarga bu nafas olishga havo chiqarib beradi. Ya'ni produce qiladi. Va shuningdek ovqat ham beradi. Xo'p, endi bizda nima qoldi? 6-inchisi qoldi. Xo'p, o'qiymiz. So, all life on the other planets will need a water and air. Xo'p, deyapti. Hamma hayotda o'sha boshqa planetalarda ham suv ham kerak deyapti, havo ham kerak deyapti. Ikkitani gapirib bo'ldi, qisqalar. Qaranglar, 6-7. Nimadir ham on planet is also important. Nimadir ham o'sha planetada muhim ekan, u ham muhim ekan. That's because there is often water under the rocks. Chunki deyapti, doim toshlar tagida suv bo'ladi deyapti. O'sha sezdinglar-ku javob nima bo'lishini. Lekin yana bitta narsasi bor. Yana boshqa joyga qarab olish ham mumkin. Also deyapti. Also ga e'tibor beringlar-da. Mana. Qaranglar. Also deyapti. Shuningdek deyapti. O'sha ham muhim deyapti. Qaranglar, masalan uchun suvni gapirib bo'ldi, havoni gapirib bo'ldi. Yana o'shani gapirmaydi-yu. Mana sizlarga misol bitta pastga qilib beraylik misol. Qaranglar. I buy qaranglar. Misol uchun I buy an apple, apple and orange. Orange turma. Nima qildi? I also Ekranda yoqmaydi Zlachunbe. ha? Ekran hozir. Bo'ldimi? Ha, ham bo'ldi. Xo'p. Davom etamiz. I also buy misol uchun qaranglar-da. Apple demaydi mana.
Men olma sotib olaman va apelsin, men shuningdek olma sotib olaman. Buni aytib bo'ldi-yu, men shuningdek deb turib, demak yana boshqa narsani aytadi. Tushunyapsizlarmi? Yana boshqa narsani aytadi. Xo'p, qaranglar. Mana yerda o'zi nima edi? Mana yerda aytdi o'zi water, air, rock dedi. Undan tashqari suvni gapirdi mana yerda, havoni gapirdi. Oxirgi so'z tosh qolyapti. Undan tashqari mana yerdagi gap ham buni tasdiqlayapti maniga. Tasdiqlayapti. Keyin also ham tasdiqlayapti. Va shundan kelib chiqib, bizning javob nima bo'ldi? Rock bo'ldi. Nimaga men rock oldim, bilasizlarmi? Nimaga rock solmadim? Qaranglar do'stlar. Bu yerda bitta narsa bor. Qarang. Mana rock on a planet is also important deyapman. Mana yerda qaranglar. Is is turganligi uchun men rock oldim. Ya'ni s tushib qoldi. Va shunaqa bo'ladi. Do'stlar, bu part 1 reading qismi edi. Va biz samplelar ko'rib o'tdik. O'ylashimcha dars foydali bo'ldi va sizlar yangi ma'lumotlarni o'rgandinglar degan umiddaman. Xo'p do'stlar, hammanglarga sog' salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha